Davom etamiz. Bundan 3 yil avval Turkiyada sodir bo'lgan fojiali zilzila izlari hech qachon unutilmaydi. Chunki uning oqibatida hududlar vayron bo'lib, minglab oilalar hayoti izidan chiqqan edi. Bugun Hatay viloyatida ochilgan O'zbekiston mahallasi esa ana shu og'ir vaziyatda yurtimiz tomonidan ko'rsatilgan insonparvarlik namunasiga aylandi. Ovakentda o'zbek vatandoshlari uchun qurilayotgan zamonaviy turar joylar ham bu ishlarning mantiqiy davomi bo'lib ulgurdi. Hatayda bo'lib o'tgan kuchli zilzila oqibatida Ovakentda istiqomat qiluvchi minglab o'zbek vatandoshlarimiz ham zarar ko'rdi. Bugungi kunda Turkiya hukumati tomonidan Ovakent mahallasida yashovchi 750 ta oilaga ko'rib turganingizdek mana bunday turar joylar barpo etilmoqda. Ular joriy yilning noyabr oyida o'z egalariga topshirilishi rejalashtirilgan. Zilzila oqibatida o'zbek vatandoshlarimiz istiqomat qiladigan Ovakent mahalla aholisi vaqtincha yashab turishi uchun maxsus konteynerlarga joylashtirilgan. Ular bir necha oy davomida ichimlik suvi va oziq-ovqat bilan bepul ta'minlangan. O'zbek vatandoshlarimiz uchun barpo etilayotgan yangi uy-joylar qurib bitkazilguncha ular shu yerda yashab turadi. Kurtarma ekibi jibardi, Sahra hastanesi kuruldu bir yerde. Mana şu joyda Sahra hastanesi kurulmaydı. Bütün pilim hemmeniz abidir. Depremde sakatlarımız var idi, kollarını kaybetkenler, devletimizden, milletimizden hemmesi Allah razı olsun bizi yalnız bırakmadı. Zilzilemizde geldiler, kurtarma ekibi geldi, Sahra hastanesi geldi. Koludan kiyganca yardım kıldı. Atı çik avganlar hemmesi bunu sazla yaptı. Devletimize Allah razı olsun. Bu atı Uzbeklerdeki bu lapa. 750 tane saktıma sazla yaptı. İsallanı yaptı. 750 tane apa. Ha, üyberi yaptım. Manşurga 700 tane kuyağı sazlagan gördünüz. Şu uylardan basın bizlerge bir Beni özüme bir üyberi uyum cıgılgan. Siz tasvirda Ovakentliklarni yangi manzilini ko'rmoqdasiz. O'zbek vatandoshlarimizning xohishiga ko'ra ularga bir qavatli kottejlar bunyod etilmoqda. Quruvchilarning aytishicha, uy devorlari yozda salqin, qishda issiq bo'ladigan va zilzilaga bardoshli. Tula qismi da aynı. Zilzila oqibatida ko'p odamlar devor ostida qolib ketib, nobud bo'ldi. Og'ir beton devorlar orasidan tiriklarni ham chiqarib olish juda qiyin bo'lgandi. Bu holatlar ko'pchilikka dars bo'ldi. Shu boisdan ham yangi qurilayotgan uylarning devorlari uchun zamonaviy, yengil bo'lgan qurilish materiallaridan foydalanmoqdamiz. Bu albatta odamlarning qulayligi va eng muhimi xavfsizligi uchun qilinmoqda. Önerdiler. Yana bir muhim yangilik. Hatayda O'zbekiston nomi bilan yangi mahalla tashkil etildi. O'zbekiston deb nomlangan mahallaning asosiy ko'chasi Shavkat Mirziyoyev, yana ikkita ko'chasi esa Toshkent va Samarqand deb nom olgan. Mahallaning bir tomonida dengiz, ikkinchi tomonida esa tog' va qir adirlar joylashgan. Shu boisdan ham bu yerda havo nihoyatda toza. Bu yerde her domda 12 tane aile yaşaydı, hana yaşaydı. Bunun 308 tanesini, bir yerdekinin 308 tanesini Özbekistan'ımızın, devletimizin yivergen pılımla sazlaşkan, mescidini sazlaşkan, burada aşkhanası var Özbekistan'ın, onu sazlaşkan. Yangi mahallaning 300 dan ortiq xonadoni O'zbekiston ko'magi bilan, qolganlari Ozarbayjon va Turkiya hukumati tomonidan bunyod etilgan va unga O'zbekiston nomi berilishi esa har ikkala mamlakat o'rtasidagi chin do'stlik, birodarlik ramzidir. Eslatib o'tamiz, mazkur reportaj Vatandoshlar jamoat fondining Vatandoshlar hujjatli filmi doirasida tasvirga olindi. Ruxsora G'afurova, Sirojidin Hoshimjonov, Hudud informatsion dasturi uchun Turkiyadan.